Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan mana Karkidon suv omboriga keldik. Mana ishchilar ishlayapti, juda ham yaxshi turistik dam olib ketadigan joylar ekan. Iltimos qildik, qo'yishdi, mayli dedi, syomka qilib oling dedi. Bir sayohat qilib kelib, ko'rib dam olib ketadigan joylar ekan. Bu qanaqa tashkilotni nimasi? Yo, xususiymi? Xususiy nima? Xususiy dam oladigan joy ekan. Farg'onaniki bu. Farg'ona shahardan kelib qilishyapti ekan bu. Mana u yerda turib baqa oling. U yerda turib baqa olsa mana ketadilar. Juda ham chiroyli daraxtlar ekilgan, archalar. Xususiy dacha shekilli yoki bironta tashkilotni kim bu ishchilar ham bilmas ekan. Lekin juda chiroyli qilib mana o'tkalari ham bor ekan. Daraxtlarni sog' uradiganlarini o'rab qo'yishibdi. Havo juda ham toza, pokiza. Nafas olging keladi, mana bino juda chiroyli qilib mana ikki etajli binolar qilyapti. Otasiga rahmat. Yashashni biladiganlar shunaqa qilib yashash kerakda. Karkidon suv omborini shundaylar yonginasida. Mana hozir suvni sizlarga ko'rsataman. Juda ham boplar, mana gullarni qarang. Atayin havas qilib sizlarga ko'rsatayin deb o'shancha yerdan yo'l bosib keldim. Mana Karkidon suv ombori ko'rinayotgan bo'lsa, mana o'sha suv mana ko'rinib turgan, mana shu suv mana qirg'oqdan u yog'i mana suv ko'rinib turibdi. Shu oqarib turgan narsa suv. Juda ham chiroyli qilib ishlanyapti ekan. Dam oladigan joylari, besetkalari mana. Basen chiroyli qilib basen qilingan mana. Wow! Mana Karkidon suv ombori birodar, suv ozroq ekan. Bir paytlar mehmon bo'lib kelgandik, narigi tomonga, narigi betda o'tirib choy ichib mehmon bo'lib ketgan edik. Endi nasib qo'shilib mana Damba tomonga keldik. Mana u dam oladigan joylar qilinyapti ekan. Kimdir pul tikkanga o'xshaydi. Lekin otasiga rahmat. Shunday joylarni obod qilib, odamlarni dam olishiga sharoit yaratib, yozda keladigan ekanda. Wow, mazza qilib cho'milib. Mana yana bitta sizlarga turistik yo'nalish, sayohatga chiqishga bir shablon. Quva tumaniga qarashli Karkidon suv ombori. Andijon tomondan kelishda Farg'onaning ichiga kirmaysizlar. Chap qo'lga burilasizlar, yangi domla tushgan yerdan, katta yo'ldan. Bir 3-4 kilometrda mana Karkidon suv ombori. Молодец. Hozir shunchalik go'zal, chiroyli bo'lsa, yozda nima bo'ladi? Tasavvur qilish qiyin. Yozda ham albatta bir kelamiz. Niyat qilib qo'ydik.